Aslida, Jizzax viloyatida yengil sanoat ishlab chiqarishning jadal rivojlanayotganini bundan 10 yil avvalgi ko'rsatkich bilan solishtirish kifoya. Agar 2017-yilda yetishtirilgan paxtani chuqur qayta ishlashning dastlabki bosqichi kalava ip holiga keltirish 20-25% atrofida bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib mavjud yirik korxonalarda tayyor trikotaj ishlab chiqarishgacha bo'lgan qo'shilgan qiymat zanjirining to'liq sikli ishga tushirilayotgan natijasida viloyatda trikotaj mato ishlab chiqarish quvvati 21.2 ming tonna, gazlama 12 ming tonna va tayyor trikotaj kiyim-kechaklar 25 million donaga yetdi. Kalava ip ishlab chiqarish korxonamiz 2019-yilda o'ziga 475 nafar yosh ishchi qizlarni ishga oldik. Undan so'ngra biz 2020-yilda muhtaram prezidentimizning paxtani chuqur qayta ishlash siyosati qo'yildi. O'shanda 10 ming gektar yer berildi. Yerda paxta ekib, o'zimiz uchun paxta xomashyosini yetishtirish boshlandi. 7 yil davomida, paxta fabrika qurilgandan 7 yil davomida bir kompleks ichida juda katta bir korxona qurildi bizda Paxtakor tumanida. Jahonning eng yuksak dastgohlarini olib kelib o'rnatdik. To'quv mashinalarimiz Terrot Germaniyani mashinalarini o'rnatdik, bo'yoqxonalarimiz o'rnatildi. Hozirgi kunda juda ham sifatli va jahonda raqobatbardosh bo'lgan mahsulot ishlab chiqaradigan korxona bo'ldi. Paxtakor tumanida joylashgan ushbu korxonaning to'quv zalida 34 ta zamonaviy mato to'qish dastgohi, bo'yoq sexida esa 16 ta katta kichik bo'yoq qozonlari ishlab turibdi. Bu borada mahsulot sifati va uni bo'yash uchun ishlatiladigan rang kolleksiyasi barchasi zamonaviy texnologiyalarga asoslangan. Misol uchun, Jizzax trikotaj sanoati uchun yangilik bo'lgan mana bu robot bo'yoq kukunlari assortimentidan kerakli miqdorni ajratish va talab etilgan yangi rangni tayyorlashga ixtisoslashgan. Odesi'nin hassaslığı, yani aynı anda 48 dozajlama yapmakta. Bu hassaslığı sayesinde de biz işletmeyle hemen hemen birebir laboratuvarla uyum içerisinde yakalıyoruz. Robotning ishlash aniqligi va sezgirlik darajasi bir vaqtning o'zida 48 ta rang dozasini sintezlash imkonini beradi. Shu tufayli biz laboratoriya va ishlab chiqarish o'rtasida mukammal muvofiqlikka erishamiz. Rang namunasi tayyor bo'lgach, spektral fotometr yordamida xaridor tanlagani bilan taqqoslaymiz. Mana shu matoga rang tanlash jarayoni bugun korxonamizda eng yuqori aniqlik bilan amalga oshirilayotgani ushbu texnologiyaning sifatli ekanligini ko'rsatadi. Men O'zbekistonda 1 yildan beri ishlayman. O'zbekistonni bunaqa tasavvur qilmagandim. Rosti, bu yerga birinchi marta kelishim. Bu yerda men bilan birga ishlayotgan o'zbek ayollari aksariyati uy bekasi, lekin ular juda tez o'rganishdi. Men ulardan juda mamnunman. Istanbulning gavjum muhitidan kelganim uchunmi? Menga bu sokin shahar juda yoqib qoldi rostini aytsam. Hammasi uchun rahmat. Kalabalığı olmayan, İstanbul'dan geldiğim için kalabalığı olmayan güzel bir şehir açıkçası Özbekistan. Bu borada matoga gul bosish ham mato ofseti usuliga o'tkazilgan bo'lib, ishlab chiqarilayotgan sifati yuqori va xaridorga guldor trikotaj materiallar bugun mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan tashqari Yevropa bozorlariga ham kirib bormoqda. Bir so'z bilan aytganda, to'qimachilik va trikotaj ishlab chiqarish sanoati davlatimiz rahbari tashabbusi bilan paxta yetishtirishdan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonda daromadli sohaga, aholini ish bilan ta'minlashning qulay muhitiga aylandi. Yeni korxonamizda 400 nafar yoshlar ishlaydi. Oyiga 650 tonna paxtani qayta ishlaymiz oyiga. 650 tonna paxta ishlaymiz, yiliga 8000 tonna paxtani qayta ishlaymiz ipda. Matoda bo'lsa, oyiga biz 7200 tonna mato ishlab chiqaramiz. O'zimizni bo'yoqxonada bo'yaymiz, o'zimizni pechatimizda gul bosamiz, shu yerda chiqadi. 7200 tonna mato ishlab chiqaramiz. 25%ni bu gul bosishga beriladi. Tadbirkorlarga eng katta qilingan narsa bu birinchi shu korxonalar ish boshlagan paytda davlatimiz tomonidan subsidiyalar ajratildi. Ikkinchisi, chet ellarga yuklarni olib chiqish juda qiyin edi. Transport logistikalariga juda katta imkoniyat yaratib berildi. Bizga muhtaram yurtboshimizning qilgan ishlari yedinli baza qilib berdilar. Bu yedinli baza tamojniy baza bo'ladi. O'sha oldimizda mahsulotimizni eksport qiladigan bo'lsak, har bir bo'limga alohida borib kelardik-da. Hozir bu bitta bo'lim bo'ldi, bitta baza bo'ldi. Bir joyga borasiz, hamma ishingizni bir joyda hal qilasiz. Qayd etish kerak, Jizzax viloyatida o'tgan 2025-yilda to'quv trikotaj sohasida ishlab chiqarish hajmi 5.1 trillion so'mga yetkazilib, jami sanoat ishlab chiqarishdagi hajmi 15% ni tashkil qilgan. O'z navbatida amalga oshirilgan 61.7 million dollar qiymatdagi eksport jami mahsulotlar tashqi bozor savdo hajmining 21% dan ortiq bo'ldi.
Bugungi kunda esa ip kalavani qayta ishlash darajasini 30% dan 50% ga yetkazish, 150 million dona tayyor mahsulot ishlab chiqarib, sohada eksport hajmini 75 million dollarga yetkazishga xizmat qiladigan yangi quvvatlarni ishga tushirish ustida ish olib borilmoqda.